vlog YouTube baxtlaysiz. Ular men Vizir. Bugungi videomizda kim bilsa Gentra, Cobalt va boshqa mashinalarga qo'yiladigan Selena bilasizlar, o'zlaring bilasizlar. Mana shuna Selenalar bor, o'shalarni mashinalarga sotib olmasdan bir xil sotib olishni yaxshi ko'raman. Bir xilga yoqsa yoqar. Buni undan keyin boshqalarga ham ulashib qo'yinglar. Bu juda foydali. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Qaranglar. Men bu Play Market yoki App Store'dan men bu ilovani yuklaysizlar. Siren System. Mana Siren System desanglar, ana shunday qo'lda ushlab turgan, ana shuni o'zidan bo'lsin. Bo'lmasam bo'lmaydi. Qani bo'lmasa bismillah deb kiramiz. Va ana shu mashinalarga qo'yiladigan uni dan bor, lekin bunda o'shanaqa narsalar ko'p xillar bor. Qaranglar, bu juda foydali va qiziqarli. Startni bosamiz. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 da bor ekan. Pastdagidan boshlaymiz. Bu jajgalka. Qaranglar mana. O'ng tomoni bor-ku, o'ng tomonidan tepaga ko'tarasizlar. Ana, bosildi. Endi mana yerda buraydigan joy bor. Mana shuni ustidan bosasizlar. Mana fonar yonadi, lekin bilinmaydi hozir. Chunki ekranni ko'rsatdi. Mana shu yonsa fonar ham yonadi. Undan keyin 3 ta chiziqchani bosasizlar. Menyuga qaytasizlar. Endi mana bu. Qaranglar. Mana shu elektroshot, buni ham svit yonadi. Hozir ko'rsataman. Mana men bu chaqmoqchani ustidan bitta bosib qo'yasizlar. Bosalaring fonar yonadi. Yonib o'chadi, tez yonib o'chadi. To'kurmaydi lekin haqiqatan. Keyin men bu. Bunaqa qaranglar, hozir bular hammasini ham ishlatish oson emas. Qaranglar, mana bu yerda bas tagida. Qayerda edi? Bu o'shanaqami mana? Mana. Dumaloq o'rtasida chizig'i bor bosasizlar. Ona ovozni ustida X turganni qo'shiladi shuni. Mana, qaranglar. Bilmam. Mana. Svit yonib o'chadi. Necha baho like bosib ketinglar. Keyin oldiga kiramiz. Qaranglar, hozir ko'rsataman. O'zim yuklaganman, foydali. Shuni bizlar mashina Cobalt, o'shanga Cobaltga ulab, baland qilib qo'rqitsanglar bilar. Mana nuqtachani bosasizlar, oq nuqtacha qizil bilar. Qo'shiq işte. Endi yashil. Mana on off. Svit yonar ekan. Tez svit yonish. Qanday necha baho berasizlar? Menki mam. Oddiy kalt. Mana undan keyin mana bu. Bu ham zo'r. Hozirlarga eng zo'rini ko'rsataman.
Sivit oynarkan foydasi yo'q ekan buni. Ishlamadi. Chiq. Eng zo'ri mana shu. Qaranglar. 3-4 ta yashil tugmasi bor, qaranglar. Eng foydalisi shumi sizlarga? Pultga baho berasizlar. Chiqqanmiz mana bu Matiz'ning pulti. Eng birinchi chiqqan pultlardan biri bu. Pul. Oldidagi. Like bosib obuna bo'lib ketinglar. Iltimos sizlardan 186 ta obunachiga erishdim. Rahmat. Sivit yonib o'tishi, sivit yonishi. La. Qiziqarli emas. Mambo. Bu ham qiziqarli. Pastga tushirar ekan. Bu ham zo'r ekan. Mana antennasini chiqarasizlar, kirgizasizlar. İki qilib ko'ringlar. Agar sekin bo'layotgan bo'lsa video uzun. La. Hey, kim bor ey? Eshitibsanmi? Eng birinchisi. Bu ham zo'r. Do'stlar, sizlar bilan men vizir bo'ldim. Yana shunaqa videolar chiqishi uchun like bosib obuna bo'lib ketinglar. Bo'pti, xayr. Eng zo'ri bo'y aytgandim men bu. Menga yoqqani shu. Chunki bunda qaranglar.